Istiromik, chiq bu yoqqa. Yo, kim bu ertalabda? O'sh. Nima? Kim endi bu? Hammaga salom bilan Bilikis va yangi videoga xush kelibsizlar. Bu kim bo'lishi mumkin endi? Bobojon o'zlarimi. Assalomu alaykum. Nima gaplar? Aka gapirma, короче, mani politsiya qidiruvga bergan 2-3tasini jog'ini yorib qo'yganim uchun. Yo. Seryozni nima bo'ldi o'zi? Qanday qilib politsiyasini qidiruvga berishi mumkin? Siz axir birovga ozori tegmaydigan odam edingiz-ku. Ha, endi yigitchilikda bo'lib turadi, urishib qolgandim, bittasini oyog'ini sindirib qo'yganim, shunga politsiya qidirib yuribdi. Yoshingiz bir joyga bo'lib qolganda nima bor sizga bunday ishlar qilib xahlanadi. Hayronman. Nikingizni ham Vorzakon bobo 3-7 qo'yib olibsiz. Nega yigitchilik deysizmi? Yigitligingiz qolibdimi? Qarib yotibsiz-ku axir. Hayronman. Xo'sh bobo, nima qilishim kerak endi men? Shu desang, menga bitta uychani moslashtirib qurib bersang, shu uychada yashab yurardim shu qishlog'ingda bir oycha. Tushunarli. Xo'sh, men bilan gaplashib ko'raman. Xatya buni la'nati mer ham joyidamada, mer ham joyida. Men bilan gaplashib ko'raman. Agar ruxsat bersa, albatta sizga uy qurib beraman. Xatya может sizni balkim politsiya bu yerga qidirib kelishi ham mumkin. Balkim qidirib kelishi mumkin, lekin men Vorzakon bobo 3-7 man, juvozsanmi? Da, Vorzakon bobo politsiyadan qochib yuribdi, la'nat. Voy, ko'p gapirma, bora baqir. Seni ham hozir bir yoqli qilib qo'yishim mumkin. Endi bobo o'zingizdan ketib qoldingiz. Hozir bobom ekanligingiz uchun hurmatingizni saqlab turibman. Xatya o'zingizga bo'lavering bobojon. Undan ko'p gapirmang menga. Bitta kalla hayotingizga alla. Men yoshligimdan qolib ketgan gaplarni gapirib yuribsanmi? Yoshligingizdan qolarmi, qariligingizdan qolarmi? Qiz emas, короче. Bo'pti. Sen uy qurib beryapsan-da. Oling, olmosni o'ynab o'tiring. Sen o'ynasan, men o'ynab o'rasan, buzvosan. Sizga gapirishdan foyda yo'q. Qaraganingizda qilayotgan ishingizni qarang. Nima? Yosh-u qari nima farqi bor? Urishish ko'cha bizning hayot, ko'cha sistema. Ko'cha sistema. Siz ko'cha sizni boqyaptimi? Men hozir bir oyda mana bu kartoshkalar yig'ishtirib, men sizga ovqat berishim kerak. Chunki uy ham qurib berishim kerak. Hammaga o'zimni olmoslarni, izumrudlarimdan ishlatib eshitibsizmi siz? Voy, yo'q. Men axir iPhone 17 olish uchun harakat qilyapman, lekin siz men bu yerga kelib olib pul so'rayapsiz. Pul so'raganim yo'q axir. Nima farqi bor? Pulmi, boshqami? Zato pul ketadigan narsa so'rayapsizmi? To'g'rimi? To'g'ri. Yo'q. Mayli. Bobom sizda bo'lmasa boshqa gap edi. Mayli. Xatya, может sizda ham birorta foydangiz tegib qolar. Yo'da, urishni yorvoraman, birortasi kelsa problemani hal qilib berishim mumkin. Qanaqa problema? Menda hech qanaqa problema bo'lmaydi. Men o'zimga to'g'ri yuraveraman. Men hech kimga tegmayman. Menga hech kim tegmaydi. Если cho'chun olaverasiz. Xatya, может, tushunarli. Bor yo'q hali, короче. Nima suvni ustida turibsizmi? Qanday qilib? Bu qora afsun ko'chalarda ishlaydi faqat. Yo'q. La'nat. Hamma mana shu ekinlarni hozir mana shularni ekib olaman va men bilan plus-minus gaplashib ko'raman va agar ruxsat bersa sizga o'zimni uyimni yonidan bitta uyni qurib berishim mumkin. Undan uzoqqa bormayman. Hammangizga kartoshkalar berib turishim mumkin. Albatta iPhone 17 ga poddeshga qo'yasiz degan umiddaman. Qishloqda birortasi iPhone 7 oldimi? Yo'q, hali olgani yo'q. Olganda olib qo'yardim. Yo'q. Assalomu alaykum politsiyachilar. BMW hali ham topilmadimi? Yo'q. Nice. Tushunarli gaplashib turing bobojon. Xo'sh. Janob mer, nima soshingiz qani? Qaramay tura almashtirib olgan esdan chiqib qolibdi. Xo'sh, bo'ldimi? Da bo'lganga o'xshaydi. Xo'sh, janob men ekinlarni olib keldimki, yana bitta maslahatli ish bor edi. Siz bilan shuni biz 1-2-3 tasiga maslahat qilib yuborsak. Qanday ekan? Короче, meni qishloqqa bobomga ozgina poddeshga kerak ekan, chunki ozgina uy qurib berish kerak edi. O'zim uyim yonidan shunda vaqtinchalik bir oylarga uy qurib berib tursam bo'ladimi? Mayli. Xo'sh, rahmat. Bobojon, sizga yaxshiligim bor. Men sizga ruxsat berdi endi bo'lsa sizga uy qurib beramiz. Okay, let's go. Bu yaxshi yangilik. Xo'sh, endi bo'lsa men o'zimning shaxsiy izumrudlarimga siz uchun bloklar sotib olib, men o'zim uy qurib berishim kerak. La'nat. Hammayli endi. Endi mayli iPhone olmoqchi edim. Nechu bobomsku siz uchun mayli olib beraman. Xo'sh, yaxshi, okey. Poddeshga qilganing uchun rahmat. Qolib ketmaydi. Qishloqda kimdir iPhone olsa, sirazi senga olib qo'yib, senga podarka qilaman. Okey, lekin o'g'irlash shart emas. Men halol ishlayman. Halol-halolmish. Mayli, let's go. Xo'sh, yaxshi, okey, let's go. Ana u yerda bir meni tanishim bor edi. Bloklar va uy jihozlari sotadigan. Xo'sh, u mana shu yerda turadi. Salom, jitil. Nima? Nigindormi? Yo'q.
almashtirib qo'ydingmi shundaynikingni? Nima deysan endi, shunday bo'lib qoldi-da. Mebellar. Tak, yo'q, mebellar nima narxlar ancha ko'tarilib ketibdimi? Endi nima deyapsan, tirikchilikda aybi yo'q. Tirikchilikda aybi yo'q degan so'zni ham ko'tingga tiqib yubording-ku. Hammanglar может, let's go. Balkim rostdan ham oshgandir. Biz bularni Avstraliyadan olib kelyapmiz. Qanaqa Avstraliya? Bu aldashni bosqigini. Bo'pti, o'zimizda ishlab chiqaryapmiz. Mana bu boshqa gap. Xo'sh, mana bularni olamiz. Xo'sh, bobojon, mana narsalarni ham olib chiqib oldik. Endi bo'lsa bu yerga qursak bo'lgani. Okay, let's go. Просто bomba shok. Bizning bobomizga uy quryapmiz. Bu juda dunyo yangiliklari. Yo'ma-yo, просто bomba. Seni uy qurgan do'stingni Instagramga chiqarish kerak, ahmoq. Nima qilib shunchaki uy quryapsan-ku? Buni hattoki men seni yoshingda men nimalar qilganman bilasanmi? Yo'q, bilaman. Bo'ldi, zo'rsiz siz, просто imbasiz. Sizga teng keladigani yo'q, bobojon. 3-7. Shunday bo'lsa, короче, seni yoshingda men juda ham ko'p ishlar qilganman. Shu an o'zim anavi Merlin kinosini ko'rganmisan? Da, ko'rganman. O'sha yerdagi Arturni imperiyasini, saroyini o'zim qurib berganman. Yo'q, bir o'zingizmi? Bir o'zim. Buni qurishga necha yil ketgan? Bir asr ketgan. Hali o'zingiz endigina 70 ga kirgan bo'lsangiz mayli. Bir asr 100 yilga teng-ku axir. Bir asr 10 yilga teng nimalar deyapsan, ahmoq? Qanaqangi 10 yil 100 yilga teng bo'ladi bir asr? Yo'q, ahmoq bo'lib qolibsan. To'ri qolanaq do'ynagini menga aql o'rgatmagan, aql o'rgatguncha o'zing bitta repda eplab aytib olgan. Endi o'rnakon 3-7 bobojondan reper bobojonga o'tib ketmasangiz bo'lgani. Yaxshi idea, lekin yo'q. Bo'ldi-da bobojon. Xatya, o'zingdan ketib qolibsan, seni ham bir tarbiyalab qo'ysam bo'lar ekan. Meni tarbiyalaysizmi? Siz o'zingizni tarbiyalab oling avval. Yo'q. Xo'sh, yaxshi, okey, mana bu yerga eshik ochamiz. Bilasanmi, men 17 yoshimda nima qilganman? Nima qilgansiz? 17 yoshimda senga o'xshab men xatya agarot toshib yurmasdan bolalarning pulini olishni boshlaganman. Bolalarning puli kisovorlik. Yo'q, men xatya o'zimga halol ish qilyapman. Siz bo'lsa birovlarni qaqchatib pulini olib qo'ygansiz. Yo'q. Bu qilgan ishingiz просто yo'q, bobojon, mana bu yerda haqiqiy olmoslar bor ekan. Yo'q. Nima bo'ldi, rostdan haqiqiymikan? Sun'iy ekan, bo'ldi, tugadi, tema yopildi. Bunga ahamiyat bermang, sun'iy ekan, просто o'zim buni keyin o'zim bun bilan shug'ullanamiz, ishingiz bo'lmasin, okey? Okey, bo'pti, ishondim senga. Bunga aytadigan bo'lsam, hamma pullar o'zi o'g'irlagan, so'g'ir. Bobojon, mana sizni hozir pulingizni ham qurib beraman. Nima deyotgandingiz? Seni yoshingda men bolalarning pulini olganman. Qanday qilib olgan bo'lishingiz mumkin? Yo'q. Hozir mana bu yerdan o'zimizga joy ochib qo'yamiz. Okey, yaxshi, let's go. Ular oddiy odam bo'lmagan, ular chuchmanlar bo'lgan. Slovo patsanani men ham ko'rganman, o'zingizcha aql o'rgatmang. Просто sizga aytsam, yolg'onda kamroq gaplashishni o'rganing, bobojon. Mana shu qilgan. Ahmoq bo'la, hozir oyog'ingni sindiraman. Oldin mana bu yerdan chiqib oling. Mana siz uchun chiqishingiz uchun zina qilib qo'ydim. O'zi ham kechqurun yaxshi dam olmagan edim. Kunduzi mana bu ishni qildiryapsiz. Kamiga tekinga Xatga $100 bersangiz ham mayli edi. Nima, sen kisovur o'z bobongdan pul talab qilyapsanmi? Yo'q, mayli, xo'p, siz zo'r. Просто la'nati, xo'sh, mana bu yerdan yaxshi chiqyapti. Okey, mana bu hozir pulni tugatib olsam, qat'iy. Qachon ketasiz o'zi? Nima, sen meni haydayapsanmi hali? Yo'q, просто shunchaki qiziqib ko'rgandim. Xo'sh, okey, mana shu yerdan eshik ochamiz va men o'zimning uyimdan ham kirib chiqsam bo'ladi. Xo'sh, mana bu mebellarni mana bu yerlarga qo'yamiz. O'zga aytsam, bobojon, bir ertak bor. Nima, sen menga ertak aytmoqchimisan? Alloh, men kimligimni bilasanmi, bobojon? 3-7 qo'rsakku. Men bo'lsa, Blix 3-7 fermer. Nima deb siz fermerlar kuchi ko'p bo'ladi. Sen ahmoq bo'lishni boshlabsan, alloh. Undan ko'ra perexod qo'y, obunachilaringiz erikib ketyapti-ku axir. Bu gap yaxshi chiqdi. Давайте подписчиклар. Biz hozir perexod qo'yamiz. 1 2 3. Xo'sh, podpisчиклар, mana bularni qo'yamiz. Уже bobomning uyi ham tayyor bo'lib qoldi. Men billar qo'ydim, sizlar zerikib qolmasliklar uchun perexodchani bosib yubordim. O'zi ham obunachilar, mana bu yerdan o'zimning uyimga eshik ochdim. Xo'sh, bu yerdan biz bobojon uchun mana bunday nima desa bo'ladi, pechka va super verstaklarni yasab chiqamiz va shunchaki bobojonga podarka qilib yuboramiz. Xo'sh, okey, let's go. Bobojon, o'zi siz politsiya deb turganingizda cho'ta politsiya kelmayapti. Ular ertaga kelsa kerak, ular sekin ishlaydi-yu, bu uzoqdagi qishloq uchun men
o'zim kechasi bilan yurib chiqishimga to'g'ri keldi. Politsiyachilar ortingizda yurmadimi? Yo'q, ular kabinetiga uxlagani kirib ketganda men yo'lga chiqqan edim. Ha, tushunarli. Hammaga xayr-sala bilan Blix bo'ldim. Keyingi videogacha obuna like. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz kommentariyaga 7 sonini qoldiring.